Bugun Koreyada sotuvchisiz magazinni obzor qilib ko'raman. Birinchi meni e'tiborimni tortgan narsa bu ramen pishiradigan apparat bo'ldi. O'zingiz ramen tayyorlab yeysiz, hamma narsasi bor. Mikronovkalar, musor tashlangan joy. Eng qiziq joyi bu yerda yopilmagan, ochiq magazin. Bu yerda kassa qilasiz, narsalarni sotib olasiz. Issiq ichimliklar, morojnoylar, snacklar, yarim tayyor mahsulotlar. Bir tomoni magazinda aniq narsalar sotiladi. Yaxshilab qaranglar. Nimalar ko'rasizlar? Deyarli har kun ishlatadigan narsalarimiz. Keyin bunda o'tsak, bizda snacklar qatori yo'da yarim tayyor mahsulotlar va ichimliklar. To'liq qilish yo'lga ketaman. Mahsulot olamiz, QR kodni uramiz. To'liq qilamiz, kartdan uramiz, kartdan tiqamiz, и все.